Yo, WhatsApp, YouTube, Telegram, Instagram, Google Chrome, короче, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Fayzi va biz bugun dahshat sidlarni 10-qismini olamiz do'stlar. Sizlar esa har doimgidek like bosib, kanalga obuna bo'lib, mayli qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yaveringlar. Biz esa videoni boshlaymiz do'stlar. Xo'p. Endi esa dunyoni yaratishga o'tamiz. Birinchi navbatda kreativ yutqizamiz va nabor resursov modlarni qo'shib olamiz. Kompyuterli nima qiladigan modlarni, Java versiya qiladigan modlarni. Если что, Telegram kanalimda bor. Birinchi sidimiz esa bizda 333. Xo'p, 333 va dunyoni yaratamiz. Dunyo yaratilmoqda va oldi kamera oldi kamera bilan qolib ket. Mayli, orqa bilan qidirishni boshlaymiz qani. Bu tomonda hech narsa yo'q shekilli. Bu tomonga borib ko'ramiz yoki bu tomongamikan. Mayli, shu tomonga borib ko'raylikchi. Agar nimadir bo'lsa yoki bo'lmasa, Zo'rna sizlarni o'rganib olyapman borgan sari, mayli. Xo'p, bu tomonda hech narsa yo'q, bu tomon cho'l qanaqadir, bu tomonda nimadir bor, yo'q, hech narsa yo'q, juda hech narsa ko'rinmayapti. Bu nima sitda menimcha qishloq yo'q edi shekilli yoki yana bilmadim, balki boshqa versiya uchundir. Ma'lumot uchun bu 1.1.5 versiyasi. Mayli, keyingisiga o'tamiz. Bizning keyingi sidimiz esa bu 222. Bu 100% ishlash kerak, prям vasha ko'p marta yozishdi, vasha ko'pchilik yozishdi, prям 100% ishlash shart. Bu sitda nimadir bo'lishi kerak. Hoppa. Xo'p, prям tug'ildik, prям bu joyda eslayman, bu joyda nimadir bo'lishi kerak. Hozir. Men nima ishda tug'ilganimni eslayman. Oldingi kanalimda ham shu sitni yozganman menimcha. Xo'p, mana shu tomonlarga borib ko'raylikchi. Bu tomonlarga borib ko'ramizmi? Qaysi tomonga borish kerak edi? Qaysi tomonga borish kerak edi? Mana topdim. Mana ajoyibgina bir shinamgina kichkinagina kuznitsasi ham bor ekan, yonida lava bor ekan, takoy bemalol mazza qilib video oladigan yoki serial oladigan qishloqcha bor. Mana bu yerda esa kuznitsa takoy kompotni uyi sifatida foydalanish mumkin bo'lgan va ichida mana shunaqa narsalar, onasini ham sin, qo'shnisini ham sin. Juda ham ajoyib, juda ham zo'r, juda ham qulay, juda ham ajoyib qishloq ekan. Menga yoqdi, masalan. Нормально, nima deyish mumkin yana? Ajoyib qishloqlar takoy juda mana bunaqa biyo, mana bu yerda suv, mana bu yerda kattaroq suv va o'zimizga 1 2 3 suv. Biz esa davom etamiz. Bizning keyingi sidimiz esa 2026, prям 2026-yilning eng zo'r sidi menimcha yoki eng birinchi sidi, 2026-yil sidi. Короче, oppa, dunyo yaratildi va o'sha qishloq ko'rin. Wow, 2026-yilning birinchi qishlog'i, onasini yemsin, qo'shnisini yemsin. Wow. Ozgina bug bo'lgan ekan, mayli, ajoyibgina qishloqcha bor ekan va kuznitsa ham bor ekan, eng asosiysi. Kuznitsa o'zbekchalab nima bo'ladi? Temirchining uyi, onasini yemsin, temirchining uyi bo'ladi. Wow, bitta ishton bor ekan. Mayli, hasab shu bor ekan. Tug'ilishingiz bilan bitta ishtonli bo'lasiz. Yalang'och yurmaysiz butun. Yana bitta qishloq bor ekan, onasini yemsin. Yana bitta qishloq. Yana bitta kuznitsa. Wow. Juda ham ajoyib. Mana prям tog'da oldida, prям tog'dagi qishloq ekan. Tog'dagi qishloq. Sizlar bilmaysizlar, bilganlar biladi. Короче, pastga tushamiz. Temirchining uyi bu tomonda ekan. Temirchining uyida esa onasini yemsin. Bu yerda undan ham zo'r narsalar bor ekan. Короче, 5 ta temir, 2 ta olma degandek va hokazo juda ham ajoyib. Menga ikkinchi kuznitsa ko'proq yoqdi birinchidan ko'ra. Mayli. Ajoyibgina qishloqcha ekan. Bitta sitda 2 ta qishloqcha. Mayli, mana bu yerda suv bor ekan. Biz esa davom etamiz. Bizning keyingi sitimiz 3424. Prям bu ham juda ham ko'p marta yozilgan. Prям bunda ham nimadir chiqishi shart. Prям chiqmasa bo'lmaydi. Prям. Короче, dunyo yaratildi va mana bu fakelni olib tashlaymiz har doimgidek. Har doim nimagadir fakelni olib tashlayman, yoqmaydimi yo bilmayman. Короче, nimadir не так. Xo'p, endi mana shu tomonlarga yurib ko'ramiz yoki bu tomonlargami yo bu tomongami? Qaysi tomonga yurib ko'rish kerak? Qaysi tomonga yurish kerak? Qaysi tomonga yuramiz? Mana bu tomonga yuraylikmikan. Nima bor ekan bu tomonda? Onasini yemsin. Qani. Yo'q, batta hech narsa yo'q, batta hech narsa yo'q. Biz aldashib shekilli. Juda ko'p marta. Zato mana bu tomonloqcha hovuzcha bor ekan, ikkita. Mayli, ajoyib. Biz esa davom etamiz. Bizning keyingi sidimiz million jamoasi bo'ldi. Sizlar bilan million jamoasi. E'tiboringiz uchun rahmat hammaga. Короче, sizdan Yemira dunyo yaratildi va millionerlarning sidida nima bor ekan bizda?
Миллионы алых роз из окна видишь ты degan qishloq bo'lishi kerak, короче. Millionta qishloq bo'lishi kerak edi menimcha bu saytda yoki yo'qmi? Bittayam yo'qmi yoki? Bitta bo'lishi kerak. Hech bo'lmasa bitta bo'lsin, hech bo'lmasa bitta bo'lsin, onasini emsin. Qanday qilib bittayam qishloq yo'q. Million saytida bittayam qishloq yo'q. Onasini emas, qo'shnisini emsin, bittayam qishloq yo'q-u. Mayli biz yana bir marta aldashibmiz shekilli. No, hech qisi yo'q. Mana tomonni ham bir qarab ko'ramiz. Mana bu tomonlarni yoki mana bu tomonlarni yoki mana bu yerda, mana bunaqa bir chiroyli, bir kelishgan bolakay bor ekan. Mayli. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Agar siz ham bironta sid bilsangiz albatta yozib qoldiring. Agar sizning sidingiz chiqmagan bo'lsa, keyingi videoda albatta chiqadi. Mayli, hammaga xayr emas, har doimgidek ko'rishguncha to'xtanglar, mashina tushib ketaman. Opa!